Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida vaziyat barqaror bo'lib o'tgan voqeani tekshirish bo'yicha ikki tomonlama tergov guruhlari tuziladi. Qirg'izistonning davlat chegara xizmati Tojikistonning xavfsizlik qo'mitasi tarqatgan bildiruvdagi ma'lumotlarni inkor qildi. Qorasuvda 60 yildan beri ichimlik suviga muhtoj bo'lgan qishloq yashovchilari suvni sotib olishga majbur bo'lishmoqda. O'sh Turk dunyosining madaniy markazi nomi bilan o'tkaziluvchi tadbirlar aprel oyidan boshlanadi. Jalolobodlik dehqonlar sabzavotlarni har yilgidan ertaroq yetishtirish uchun yangi usuldan foydalana boshlashdi. Oqsoy qishlog'idagi yosh bolalar va ayollar xavfsiz joylarga vaqtincha ko'chirildi. Hozirda ikki tomonlama so'zlashuvlar davom etib, ikki davlatning vitse-premyer ministrlari tegishli xizmat vakillari bilan birgalikda chegarada muhokama olib borishmoqda. Hududda vaziyat barqaror, biroq tojik tomonidan to'silgan O'sh-Batken-Isfana yo'li hali ochilmagan. Qatnov Oqsoy-Ravot yo'li orqali bo'lmoqda. Mojaroga sabab bo'lgan Oqsoy-Tamdiq yo'lining qurilishiga tojik tomonining noroziligi asossiz ekanligi aytilmoqda. Batafsil hamkasbim to'xtaladi. 14-martdagi o'q otishlardan xavfsiragan Oqsoy qishlog'idagi ba'zi yashovchilar Botken shahriga vaqtincha ko'chirildi. Sharoiti borlar yaqinlarining uyiga ketishgan bo'lsa, yosh bolalilar va ayollar shahardagi 57-litseyga joylashtirildi. Jami bo'lib 500 ga yaqin fuqaro shaharga olib kelindi. Ularga hozir bugungi kunda shahardik jarandıq qo'rg'on shtab jarandıq qo'rg'on xizmatlari bilan to'liqmen tartilib, meditsinalik yordamlar to'liqmen ko'rsatilib turadi. Bola chaqamizni Batkenga yetkazib, ayollarni Oshga kemperlarimizni yetkazib keldik. O'zimizlar erkaklar qoldik hozir har bir uyda. Qancha-muncha ham boyagi mumkinchiligi yo'qdir, borolmay qolishdi. Tojik tomon to'sgan O'sh-Botken-Isfana yo'li ochilmadi. Ayni vaqtda Samarqanddagi Oqtatir qishloq hukumatini Laylak rayon yashovchilari Oqsoy-Ravot yo'li orqali o'tishmoqda, biroq mazkur yo'l to'liq bitmagani uchun qatnov qiyin bo'lmoqda. Nachar loy qor sürüp o'tadi traktorlar. Bu alis ekan. 40 kilometr shunday ekan. Murda biz O'sh-Isfana yo'li bilan qatnashamiz. Hozir aljiq jag'i bo'lib qolganda avaylashdi. Buljaqa saldik. Buljaq bilan qatnaymiz. Yo'l qanday ekan? Buljaqning yo'li o'g'ir ekan, nachar to'shi. Masalaningizga solish uchun ikki davlat vitse-premyer ministrlari uchrashib, chegarada so'zlashuvlar tashkil etishdi. Ikki tomonga ham tinchlik kerakligini ta'kidlagan rahbarlar o'zaro muammolarni o'rtaga solishdi. Zararlar va jarohat olib halok bo'lganlar borasidagi hamkorlikda tergov guruhlari tashkil etilishini ma'lum qilishdi. Tojik taraf aytgan ma'lumot bo'yicha bularda qazo bo'lganlar da bor ekan. Bu bo'yicha hozir buna generaldik prokuratura jana Ichki ishlar ministrligi tomonidan biz sunush berdik. Birgalashgan tergov gruppalarini tuzib turib, o'shol ishlarni tergab, anan jiyintig'ini o'shol yetakchilikka bildirishni hozir topshirma berdik. Hozir ular cho'g'u jumishni boshlashdi. Aniqlanmagan hududga qurilish qurishni ikki tomon ham taqiqlagan. Bu shartnomani Qirg'iziston buzmoqda deb ma'lumot tarqatishdi Tojikiston ommaviy axborot vositalari, biroq bunga hech qanaqa dalil keltirishmagan. Баштапкы этап боюнча биз ошол аймакка мына шарттуу түрдө чегара сызыгына жакын аймактан эле долбоор сүрөттөлгөн, тартылган да. Бирок тажик тараптын наразычылыгынан кийин биз ушундай баягы талаш тартыш тажик тараптан бизге мындай бир домат коюлуп калбасын деп биз атайын ошол Аксай Тамдык жолуну Кыргызстандын ичине аймакка киргизип салып атабыз. 1958-1989 yillardagi xaritada ham yo'l tushayotgan yer Qirg'iziston yeri deb ko'rsatilgan. Mazkur yo'l orqali Oqsoy, Samarqanddek, Oqtatir, Ravot aholisi Kishimish yayloviga borishadi. Har yili bahorda hayvonlarni yaylovga olib chiqishda ham turli nizolar bo'lib turadi. Shu sababli mustaqil yo'l qurilishini mahalliy yashovchilar talab qilib chiqishgan. Mazkur yo'l uzunligi 25 chaqirimni tashkil etib, uning 17 chaqirimi bitgan edi. Жаш балдарды өзүнчө жөнөтө албайсың, малды айдатып, же кайтканда обязательно бир адам коштоп жүрүш керек да. Кыз келиндерди, аялдарды өзүңө да кээде тоскоолдук кылып, мүмкүнчүлүк бербей, уруп, токмоктоп ушундай кылаттар да. Ошон үчүн бизге бул өтө зарыл жол.
2014-yildagi ikki tomonlama shartnomaga ko'ra Oqsoy Tamdiq yo'li qurilishi kerak. Shu bilan birga Tojikistonning Vo'ruq qishlog'iga boradigan mustaqil yo'lni tojik tomonga qurib beradigan bo'lishgan. Ayni vaqtda chegaradagi holat barqaror. Eslatib o'tsak, Oqsoy qishlog'ida 2000 ga yaqin yashovchi bor. Anklavdagi tojik qishlog'idagi Vo'ruqda esa 40 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi janjalda 3 kishi jarohatlandi. Bu haqda Sog'liqni saqlash ministrligi bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, jabrlanuvchilarning birining ahvoli og'ir, qolgan ikkisi Batken oblast birlashgan kasalxonasining travmatologiya bo'limida. Ularning barchasi o'qdan jarohatlanishgan, birining soniga, birining orqa qismiga o'q tekkan. O'shda 60 yildan beri ichimlik suvisiz yashayotgan qishloq yashovchilari bor. Qorasuv rayonining Toshariq qishlog'i tuzilganidan beri ichimlik suvi quvurlari tortilmagan. Buning natijasida hozirda mahalliy yashovchilar qiynalib ichimlik suvini sotib olishadi. Qishloq hukumati yetakchilari esa kelasi yildan boshlab toza suv olib kelish harakatida ish olib borishmoqchi. Ichimlik suviga muhtoj bo'lgan qishloq haqida navbatdagi lavhada tanishasiz. Toshariq qishlog'iga 300 tonnalik sisterna bilan ichimlik suvi keltirildi. Uni mahalliy yashovchilar har bir betonini 10 so'mdan sotib olishadi. Sababi qishloq tuzilgandan beri suv chiqmaydi. Quvurlar ham o'rnatilmagan. Bu ham yetmagandek, O'tzadir kanali tozalanayotgani sababli oqin suvi ham to'xtagan. Kanalda bo'lsa, boshqada bo'lsa. Sotib olib ichasiz-da suvni. Men bugun mashinasini bugun ko'rdim. 5 kundan beri hozir yugurib kelganim. Jetmeydi desem jetmeydi. Bugün geç kurun gelem dedi. Gelemi gelmeymi Allah bilir onu yani. 10 so'mdan olasiz da filagin. Elga toza suv jetkirib berdi. Toza suv jetkirib otam. Gününe 5 reyslen bo'ladi. 10 so'mdan satsak bir boshqa suv 450 so'm, 500 so'm bo'ladi. Oşol pulga salarka qo'yib, qayra olib kelib ko'cha aralab taratib beradi suvni. Ayıl hökumat maga to'lab berem degan. Biroq aqchasini berelek. Har yili kanaldagi suv vaqtincha to'xtatilgan vaqtda qishloq hukumatidan 130 ming so'm mablag' ajratiladi. U pulga bir texnika ajratilib, aholiga suv olib keladi. Kuniga 15 tonnaga yaqin suv qishloq yashovchilari uchun yetmaydi. Shu sababli 2 betondan oshiq olganlar 10 so'mdan sotib olmoqda ekan. Ушул тегеректе биздин бир эле ушул айылда суу маселеси чечилген эмес. Өттө ушул жагы бизге кейиштүү жагы ушул. Азыркы заманда ушундай бир өнүккөн заманда суусу жок жашап атат деген өтө өзүбүз үчүн уят нерсе да. Bunday hol yashovchilarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Sababi 2 yil avval o'zlari mablag' yig'ib suv chiqarish bo'yicha loyiha boshlashgan. Biroq ko'chalarga quvurlar keltirilgan bo'yicha ish to'xtab qolgan. Bu yerda какой-то bir 500 mingga yaqin turbalarni satib kelishib, yerga gömüp aliginde qilganmiz. Polisi bu yerda mektepning yanida gömüp kelganmiz onu-chi. Ol proyeksiz qilgan ekan. Hazır emi bir qog'ozda olib kelishdi. Аны bilbeyim, çın emespi, аны ayta albayım. Biroq pechati joq ele 2020-жылга qaldı deb eme qilibdir da, жазыптыр da. Anan biroq pechat joq, qo'l turadi, qo'l qo'ygan. Aholidan yig'ilgan pullarga Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat dasturidan ham mablag' ajratilishi rejalashtirilgan ekan. Biroq ularning talablarida quvurlar yer ostidan o'tishidan texnika yordamida emas, qo'lda qazilishi yozilgan. Mana shu kabi ishlar bajarilmagani uchun loyiha to'xtab qoldi degan so'zlar aytilmoqda, deydi mutaxassislar. Bu orada ichimlik suvi bilan ta'minlash departamenti keyingi yili suv chiqariladi degan qarorni qabul qilganini aytishmoqda. Ушул 20-жылы башталып калса, бизде да таза суу проблемасы чечилет деген немебиз бар. ПСДларын даярдап, баарын өткөрүп койгонбуз. Мисалы үчүн Ташарыкка сметасы 19 миллион 937 миң 645 сомдук проект жазылып тапшырылган. Maktab, tibbiyot va xizmat ko'rsatish punktlariga ichimlik suvi bepul yetkazilmoqda. Bobur Tojiboyev, Nurjamol Barg'ibay va Beksulton Abiyev Intimoq. O'sh shahri Turk dunyosining madaniy markazi deb e'lon qilingan. Bunday qaror 18 dekabrda Turkiyaning Kastamonu shahrida o'tgan Turksoyga a'zo davlatlarning doimiy kengashining 36-majlisida bir ovozdan qabul qilindi. Endi aprel oyidan noyabr oyigacha shaharda bir qancha tadbirlar o'tkaziladi. Xalqaro miqyosdagi tadbirga tayyorgarliklar qanday bormoqda? Hamkasbim to'xtaladi.
Turksoy asosida o'tadigan tadbirga shahar yetakchilari qizg'in tayyorgarlik ishlarini boshlashdi. Mazkur tadbir 2019-yilgi rejaga ko'ra tashkil etilmoqda. Uning asosida ilmiy konferensiya va ko'rgazmalar o'tadi. Ko'pkar va boshqa sport turlari bo'yicha musobaqalar tashkil etiladi. Ayni vaqtda tadbirlar o'tadigan yerlarni tayyorlash ishlari tashkil etilmoqda. Biz hukumatga 25 punktdan turgan ish-charani sunuşladık. Al 25 iş-çaranın içinde 22 seyleralik iş-çaralar. Ananın kalğanı bu mamleketlik masштабтагы, жергиликтүү масштабтагы биз иш-чаралар болуп өтөт. Атайын жыйын болуп өттү. Жыйында биз ушул маселени талкууладык. Ал жерде кайсыл жерде болуп өтөт иш-чаралар. Ошого кандай даярдыктар керек, эмне жасаш керек, баары талкууланып, бүгүнкү күнү ушул үстүндө иштеп жатабыз. Tayyorgarlik ko'rilayotgan obyektlardan biri O'sh shahridagi Ahmadbek Suyunbayev nomidagi markaziy maydon. Bu yer 1960-yillari qurilib, so'nggi marta 2001-yili O'shning 3000 yilligi munosabati bilan kapital ta'mirdan o'tkazilgan. Undan beri ta'mirlanmagani sababli holati yomonlashib ketgan. Endi bunday qilib VIP zonalar, o'tirgichlar va tashqi tomonlari, shu bilan birga aholining ko'p tanqidlariga sabab bo'lgan hojatxonasi ham ta'mirlanmoqda. Mazkur joy homiylar ko'magida ta'mirdan o'tkazilayotgani aytilgan. Чынын айтыш керек, мэр өзү баш болуп, жергиликтүү ишкерлерди топтоп, өз каалооңар менен, эгер каалооңар бар болсо, стадионду оңдойлу деген демилге көтөрдү. Жергиликтүү башка жактан эмес, Оштук эле ишкерлер, жеке ишкерлер өздөрү колдоого алып, бүгүнкү күндө Оштогу борбордук стадионду реконструкциялоо иштери башталды. Ар бир иштер өз-өзүнчө бөлүп алып, өздөрүнчө уста салып, бүгүнкү күндө иш болуп атат. Bundan tashqari bu kabi dasturlar tashkil etiladigan O'sh milliy drama teatri va boshqa madaniy maskanlar ham qisman tayyorlanmoqda. 20-aprel kuni bo'lib o'tadigan tadbirga Alimbek Datka etnografiya kompleksi tayyorlanmoqda. Turkiy xalqlarining madaniy markazi bo'lib tanlanishga turtki bergan Sulaymon tog'ida ham ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilmoqda. Turksoy asosida tashkil etiladigan tadbirlar joriy yilning noyabr oyigacha davom etadi. O'shda adolatlilik oyi boshlandi. Qirg'izistonda 2009-yildan beri o'tkazib kelinayotgan bu oyda ijtimoiy tomondan kam ta'minlangan oilalarga yuridik maslahat, moddiy yordamlar beriladi. Qo'llovga muhtoj oilalarga yordam berish uchun muassasa, korxonalar, xususiy tadbirkorlar jalb qilingan. Shu kunga qadar undan ortiq oilalarga moddiy yordam ko'rsatildi. Adolatlilik oyining asosiy maqsadi o'lkadagi kambag'allikni bartaraf qilish, aholini ish bilan ta'minlash bo'lib sanaladi. Salamatsizmi? Qanday salamatsizmi? Qanishay Qo'chqonova ikkinchi guruh nogironi 4 nafar farzandi bilan mana shu yerda ijarada istiqomat qiladi. Mart oyida e'lon qilingan adolatlik oyi munosabati bilan Qanishay opaga moddiy yordam ko'rsatildi. 4 balam bor, men shunday o'riqcham hozirgida shur yaxshi. Shunday bir oylik nimalar berilib o'tadi, Xudoga shukr, shunda rahmat. O'shda ijtimoiy adolatlik degan bir oylik e'lon qilindi. Shu asosda shahardagi kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam ko'rsatiladi. G'ot oddelga qarasangiz, retseptingiz orqasiga qo'l qo'yib beradi. Priyomniga kirib pechatini bostirib, bor aptekadan 700 so'mlik bekor dorilarni yilda bir marta olib ketasiz. Imkoniyati cheklanganlar oilalariga borib ro'zg'or ishlarida ham yordam berish ko'zda tutilgan. Har bir hududiy boshqarmalik o'z hududidagi bunday oilalarga yordam ko'rsatadi. Faqat hududiy boshqarmalik emas, mazkur ishlarga shahardagi barcha muassasa, korxonalar jalb qilinadi. Bizda 16 sotsialдык мекемелер бар. Ал социалдык мекемелерде жана жардамга муктаж денсаулык мүмкүнчүлүктүү балдар, ошондой аз камсыздуулугу менен балдары окуй турган мектеп интернаттар бар. Ошондой эле шаарыбыздагы жанагы муниципалдык, аймактык башкармалыктар аркылуу биз биргеликти даярдаган. Бүгүнкү күндө атказылган эч ким жок. Жардам беребиз деп эле турушат. Бүгүнкү күндө алар өзара чечишип, бизге өздөрүнүн жанагы qancha jardam ko'rsatiladi, o'shunisiga жараша biz анан keyin jarandardын tizmesini jo'natamiz. Qirg'izistonda 2009-yildan beri tashkil etib kelinadi. Uning asosiy maqsadi aholi orasida kambag'allikni bartaraf etishdir. O'shda e'lon qilingan oy munosabati bilan shu kungacha 10 ta oilaga yordam ko'rsatildi. Hilola Ashurova, Mahburat Alibayeva, Munar Arzibek o'g'li, Intimoq.
Qirg'izistonda birinchi bo'lib sabzavotlar pishgan Shamoldi soy hududida ko'chatlarni ekish ishlari boshlandi. Dehqonlar bu yil bulg'or, qalampiri va pomidorni har yilgidan ertaroq yetishtirishni ko'zlashmoqda. Buning uchun yangi texnologiyadan foydalanishadi. Dehqonlarning bahorgi dala ishlari bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. Bu bulg'or qalampirlarning ko'chatlarini dehqon Almas To'ronqanov issiqxonasida yetishtirgan. Maxsus tayyorlangan yerga ishchilar yordamida ekib chiqadi. Uning so'zlariga ko'ra 1 gektar yerga 50 ming tub bulg'or qalampiri ko'chiriladi. Urug'ning o'zi 2 so'mdan boshlanadi. Bushib yetilgunga cheyin grubo 10 so'm qaradi bir ko'chat. 1 gektar yerga 50 ming ko'chat kiradi. Öz negizi bir ko'chat 2 kilogramdan 2,5 kilogramga чейин berish kerak da. Yaxshilab qarasang. O'shunda 1 gektardan 100 tonnaga чейин bolgarskiy olsa. To'raqanovlar sabzavot yetishtira boshlaganiga 10 yil bo'ldi. Ular oilasi bilan 3 gektar yer ishlatishadi. Dehqon joriy yili ko'chatlarni yangi usul bilan o'stirib ko'rishni rejalashtirgan. Sababi sabzavotlar ertaroq pishib, qimmatroq vaqtda sotib olishni niyat qilgan. Былтыр 85 dan boshlanib Arkası 12 so'mga cheyin bo'ldi ba. O'zbekiston ko'yib ketgandan keyin baho tushib ketdi. Bu yil shu dag'i O'zbekiston baho tushirib turganda bo'lib turadi. Shu bir agrovlakdan Moskvadan oldirib shuni javob atamiz. Ertaroq pishsin deb, ertaroq pishirishni yo'lini izlab atamiz da. Mutaxassislar yuqoridagi usul bilan sabzavotlarni yetishtirib ko'rishni rejalashtirishgan. Shu bilan birga murakkab ob-havo sharoitida ham ko'chatlar o'z holini o'zgartirmay saqlaydi. Bu materialni Moskvadan oldirdik. Moskvadan agrovolokno deb sotib berishdi. Bu materialning ortiqchiligi havoni birdek qarmab beradi. O'ta issiqdagi, o'ta suv bo'lib ketadigan bo'lsa dag'i birdek qarmab berayotganda, bu dishish ekan. Misal üçün üstünden murun plyonka yapqanmiz, plionkalar hava kirgizmesinden ötürü ısıp ketganda. Shamoldi soyda daladagi mahsulotlar yetishtirilgan vaqtda ishchi kuchi yetmay qoladi. Qo'shni O'zbekistondan ishchi olib kelib ishlatishadi. Sababi 1 gektar yerga ko'chat ekish uchun 20 dan 30 nafargacha ishchi kerak bo'ladi. Shul yerdalar rizqimiz chiqib turadi, shul yerdalar rizqi bor, tavib jese bo'ladi da shul yerdalar. Bugunda ham qancha aqsha topasizlar? Ishga yarashadi. Yo'q, 8 soat ishlaymiz. Adından tak 8'den 5'e çeyin işleyiz, 500'den işleyizden. Hozir ekilayotgan ko'chatlar may oyida o'z hosilini bera boshlaydi. Dehqonlar yetishtirgan mahsulotlari avvalgilarga solishtirganda yaxshi narxlarda sotilayotganini ma'lum qilishdi. Biroq dehqonlar qo'shni O'zbekistondan noqonuniy yo'llar bilan kirayotgan mahsulotlar nazorat qilinmasa, yil bo'yi qilingan mehnatimiz o'zini oqlamay qolishi mumkin deya xavotirga tushmoqda. O'sh shahrining yoshlar qo'mitasi o'quvchilari orasida madaniy bellashuv tashkil qilmoqchi. Tadbirga shahardagi 53 maktab vakillari guruhlarga bo'linib bellashadi. Guruh bosqichida g'olib bo'lgan jamoalar keyingi turga yo'llanma oladi. Tadbirning maqsadi o'quvchilar orasida madaniyatni, tarbiyani rivojlantirish, qirg'iz xalqining urf-odatlarini yoshlar orasida saqlash va kelasi avlodga yetkazish. Bunday musobaqalar faqat maktablar orasida emas, oliy o'quv yurtlari va litseylarda ham bo'lmoqda. Hozirgi yoshlar ko'p internet, telefon bilan aloqasizlayli, shunday o'zining chiqarmachilik unutib ketgan qada saltlarimizni bunday elga olib, tanilib chiqib, bunday o'zini tanıt bo'yicha da bir жағынан shu o'quvchilar, har bir maktablar bir-biri bilan do'stlashib, tanishib, shundayli o'zlarining chiqarmachilik talantini dağı ko'p elga saqlab olib chiqib. Maktablarda alifbe bayramlari yakunlanish arafasida Fan va ta'lim ministrligi 1-sinflarga alifbe bayramini o'tkazish uchun 15 fevraldan 15 martgacha muddat belgilagan. Bugun O'sh shahridagi Karl Marx nomli 2-sonli maktab gimnaziyasida ham savodxonlik bayrami tashkil qilindi. Unda 2-sinf o'quvchilari 1 yil mobaynida olgan bilimlarini kelgan mehmonlarga namoyish qilishdi. Shuningdek, kuy-qo'shiqlar va raqslarni ijro etishgan. Ularning tayyorlagan dasturlarini tomosha qilish uchun ota-onalari va yaqinlari kelishgan. Ta'kidlab o'tsak, 2018-2019 o'quv yiliga shahardagi maktablarga umumiy 8931 nafar o'quvchi qabul qilingan. Bizning Karl Marx o'rta maktabida, nomer 2-o'rta maktabida 6 birinchi klasslar аяқтап атат. Бұйырса мына 3-ші шерек бүт атат. Алардың ішінен 4
орыс тилдүү мектептер, экөө кыргыз тилдүү мектептер. Бүгүн кезекте ошо Альпе майрамын өткөрүп атышат. Ата-энелердин бардыгы бүгүн жакшы майрамдык маанайда Альпе майрам өтүп атат. Бүгүн 2 класс өтүп атат. Жалпы класстар бүттү буюрса буга чейин. Birinci klasslarda bugün akırkı şu ay birinci A klass және birinci B klassda өтіп жатады. Bugun sizlar uchun tayyorlangan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin. Xayr, omon bo'ling.